Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Iftixor Abdurashid. Juma kuningizga muborak bo'lsin. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. Dunyo Uyg'ur qurultiyi zo'rlangan Uyg'ur Xitoy nikohlari haqida xalqaro jamiyatni ogohlantirdi. Yaqindan beri Xitoyning ijtimoiy taratqusi Douyin, ya'ni TikTokning Xitoycha nusxasida Uyg'ur qiz ayollarining Xitoy erlari bilan nikohlanish haqidagi har xil sin ko'rinishlari ko'plab tarqalayotgan bo'lib, bu sin ko'rinishlar Uyg'ur ayollarining Xitoy erlari bilan Xitoy davlatining rag'batlantirish va majburlash xarakterlik nikoh fojialari haqida guvohlik beradi. Bu guvohliklar Xitoy hukumatining uzundan buyon davomlashib kelayotgan millatlararo nikohni majburiy assimilyatsiya qilish va Uyg'ur kimligini yo'qotishning quroli sifatida ishlatib kelayotganligini yo'ritib bergan. Bu guvohliklar shuni isbotlagan: siyosiy besim va yemchuk va dallol shirkatlari orqali rag'batlantirilgan nikoh uchinchi tarafning ishini osonlashtiradigan bo'lib, maxsus Uyg'ur ayollarini Xitoy erlariga tanishtiradigan shirkatlarmi bor. Tarqalgan sin ko'rinishlarda bir qancha ayol dodillik bilan o'tirg'i chiqib, yolg'on va o'ytirim sharoitda o'zlarining qanday aldanganligini xalq bilan o'rtoqlashgan. Ularning sin filmida aytilishicha, bu o'rinlashtirishlarning qanday yo'li qo'yilganligi, shundaqla qarshilik ko'rsatganlar yoki qarshi fikr qilguvchilarga berilgan jazo tadbirlari haqida tafsiliy tushuncha berilgan. Bu munosabat bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Turg'unjon Aloviddin mundaq degan: bu ittifoqlik nomida ilib berilgan nikohlar amaliyotda Uyg'ur xalqini assimilyatsiya qilish, kontrol qilish va kimligini yo'qotishni maqsad qilgan. Ayollarga qartilgan har xil kamsitishni yo'qotish ahdnomasi bo'yicha Uyg'ur ayollarini davlat tashkillagan planliq nikoh orqali majburiy assimilyatsiya qilish xalqaro kishilik huquq o'lchamiga bevosita xiloflik qilganlik. Xitoy hukumati 2014-yili 5-oydan boshlab Sharq Turkistonda millatlararo nikohni kuchab tashviq qildi va yo'l qo'ydi. Bo'libmi Uyg'ur ayollari bilan Xitoylar o'rtasida bu siyosat nikoh orqali milliy aralashishni ilgari surishga ilhomlantirish nomida hukumat ko'rsatmasi orqali yo'l qo'yilgan. Nurg'unlagan kishilik huquq tashkilotlari va taratqularning tekshirishida xotirlangandek, hozir yuz berayotgan bu atalmish millatlararo ittifoqlik nikohlarni majburlash, kontrol qilish va yoshirin yoki ochiq-oshkor jazolash tahdidining natijasi. Bu siyosatga asosan Uyg'ur ayollarining rad qilish yoki tanlash bo'lmagan ahvollarda sistemalik va planli holda elib berilgan atalmish Uyg'ur Xitoy millatlar ittifoqligi nikohidir. Londondagi mustaqil Uyg'ur sud mahkamasining 2021-yildagi obid xarakterlik hukmida ko'rsatilgandek, Uyg'ur ayollar bunday nikohni rad qilsa, tutib turish, oila a'zolariga ziyonkashlik qilish, ijtimoiy va iqtisodiy jazoga uchrash tahdidiga duch keladi. Sud kollegiyasi nurg'un Uyg'ur ayollarining Xitoy erlari bilan to'y qilishga majburlanganligini isbotlab chiqdi. Uyg'ur ayollarining rad qilishi Xitoy hukumati tomonidan oshqo'llik yoki hamkorlashmaslik deb qaralinib, jazo lagerlariga yoki turmalarga solangan. Dunyo Uyg'ur qurultiyi ayollar komitetining mudiri Baxtinur Abdurim xonim mundaq degan: bu tarqalgan sin ko'rinishlari Uyg'ur ayollarining majburlanganligini va ular duch kelgan qiyin reallikning kishini cho'chitadigan rasmini sezadi. Uyg'ur ayollari davlat tomonidan majburiy assimilyatsiya qilish faoliyatida qo'llanilmoqda. Bu faqat shaxsiy huquqqa daxl taruz qilishla emas, balki Uyg'ur xalqining kollektiv kimligiga qilingan hujum. Uyg'ur ayollarining millatlararo nikohga majburlanishi Sharq Turkistondagi nopus qurilishining o'zgartib etishini maqsad qilgan. Xitoy hukumati ochiq-oshkora Uyg'ur ayollarini majburiy tug'mas qilib etish va tug'ilish nisbatini tuvallatish orqali nopus qurilmasini o'zgartib, Uyg'urlar ko'p sonliqni egallaydigan rayonlarga Xitoylarning ko'chib kirishini qulaylashtirmoqda va Uyg'ur yoshlarini majburamga kuch sifatida ishlatmoqda. Bu munosabat bilan Dunyo Uyg'ur qurultiyi xalqaro jamiyatni, ayollar huquqi tashkilotlarini va BDTning ayollarni kamsitishni tugutish komitetini o'z ichiga olgan Birlashgan Davlatlar Tashkilotining mexanizmlarini Xitoyning rag'batlantiradigan va majburlangan millatlararo nikoh siyosatini jiddiy tekshirishga chaqiriq qilgan. Markaziy Gollandiyadagi Uyg'ur kishilik huquq fondining bildirishicha, yaqindan buyon Gollandiya fuqarosi Uyg'urlar Xitoyga borgandan keyin chegaradan ko'plab qaytarib o'tishga duch kelgan. Gollandiya Tashqi ishlar ministrligi bu ish to'g'riliq Uyg'ur kishilik huquq fondiga alayda xat yozib, Uyg'urlarning bexatarligini ko'zda tutib, Xitoyga safar qilmaslik to'g'risida ogohlantirishni talab qilgan.
Uyghur Kishilik Huquq Fondining bildirishicha, Gollandiya parlamenti o'tgan yili Gollandiyadan Suriyaga berib kelgan suriyaliklarning Gollandiya fuqaroligining bekor qilinib, asli vataniga qaytarishni muzokara qilgan. Shu qatorda Tashqi ishlar ministrligi siyosiy panohlik tilab Gollandiya fuqarosi bo'lgan va vataniga xotirjam berib ta'til qilib kelalaydigan kishilarning, jumladan Xitoyga qaytayotgan Uyg'urlarning fuqaroligini bekor qilish mumkinchiligidan ogohlantirgan. Yaqinqi yillardan buyon Yevropa davlatlarida bo'libmi Gollandiyada ko'chmanlar masalasi haqida hukumatda og'ir krizislar yuz berayotgan bo'lib, agar bu xil ahvol davomlashaversa, Uyg'urlar mustamlik ostidagi vatanga berib, chegarada yoki borgan yerida tutilganda, Gollandiya hukumatining egiz chiqmasligining mumkinchiligi yuqori ekan. Amerika Birleşme Agentligining xabarida Tayvan prezidenti Lei Ching-doning Latin Amerika safarida Amerikadan o'tish planini bekor qilgan bo'lib, bu qarorning amaldan qoldirilish sababi Trump hukumatining Lei Ching-doning Nyu-Yorkda to'xtashiga qarshi turganligi ekan. Tayvan hukumati Lei Ching-do tabiiy ofat va Amerika bilan tamojna beji suhbatini o'z ichiga olgan davlat ichidagi masalalar sababidan chet el sayohat plani yo'qligini bildirgan. Mutaxassislar bu haqda qanday sabab bo'lishidan qat'iy nazar bu amaldan qoldirilishning Beijingga zo'r diplomatik qalbini qo'lga keltirganlik bo'lganligi va Aqsaroyning Amerika-Xitoy munosabatida yomon ulgi tiklab, Trump hukumatining Xitoy bilan bo'lgan savdo kelishimida Xitoyga bo'yin egganlikning boshqa bir ifodasi deb qargan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keng qitimliq sonimizgacha ko'rishkish omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.